qaytarish uchun Salom do'stlar, sizlar bilan ZRR bugungi video roligimizda mana shu dachada Darknet'dan kloncha qilamiz. Hozir men kamerani yoqdim. Mana zakas qildik. Pennywise deganini endi hozir kutamiz. Mana balki kelgandir. Qani keldi ekan. Katta bola. Qoch. Qoch. Vay judayam kuchli ekanmiz o'zi. Shuni qilishni olaman deganda. Pennywise bo'lmaydi. Hayot yarimta jonim qolganda to'xtatib qoldim. Ammo qani videosini qattiq ko'rdim. Yo'q, bu yerda sandiq bor o'zi. Nima? Hal bro. Kamerani qo'yib qo'ydi. Oddiygina haykal. Pennywise bu klonlardan juda ham qo'rqinchli. Uning bir balasi yozmadi. Qo'rqinchli. Uncha bor ekan do'stlar. Tushunmadim, lekin uncha shekil. Endi bu dard, ya'ni klonlar kelar ekan. Bu videomiz juda ham qisqa bo'ldi, lekin arziydi, ya'ni klonlar kelar ekan. Uy, skelet. Qoch. Ketdik boss. Skelet. Los. Tuvaletini qaraylar holini. Mana. Do'stlar, video juda ham qisqa bo'lishi mumkin, lekin bu Darknet birinchi qismida albatta sizlarga ikkinchi qismini ham olib beraman. Bo'lmasam, xayr.